Salom, men ismim Mirkamol. Bugungi obzorimizda AirPods Max, Sony XM6 va Major M5 modeli. Ana ketdik. Birinchi obzorimizda Major 5 modeli. Buning eng asosiy ustunligi bu o'ziga xos brutal dizayn va albatta buning avtonomligidir. Keling uni ochib ko'ramiz. Major 5 modelining asosiy ustunligi bu uning avtonomligidir. Bitta zaryadda 100 soatgacha ishlash imkoniyatiga ega va uning plus tarafi bu uning og'irligidir. Atigi 186 gram, yengil va kundalik hayot uchun juda ham qulay. Uni texnik tomonlarini ko'rib chiqish uchun infografikani hozir ko'rsatamiz. Marshall Major 5 korpusi buklanadi. Ulanish tizimi Bluetooth 5.3 yoki 3.5 mm lik kabel orqali. Dinamiklari 40 mm, tovush sezgirligi 106 dB ni tashkil qiladi. Akkumulyator hajmi 100 soatgacha, zaryadlash porti USB Type-C yokida QI poddershkasi bor. Shovqin o'chirish funksiyasi yo'q. Og'irligi esa aytib o'tganimday 186 grammni tashkil qiladi. Keyingi modelimiz Sony XM6 modeli. Bu modelimiz flagman naushniklar qatoriga kiradi va uning eng afzalliklari bu ish, sayohat va uzoq parvozlar uchun juda ham mos keladi. Keling uni ochib tekshirib ko'ramiz. Sony XM6 afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Bu uning asosiy funksiyasi ANC funksiyasi, ya'ni shovqinni o'chirib berish funksiyasi hisoblanadi. Batareyaga keladigan bo'lsak, batareyasi 30 soatgacha ANC funksiyasi bilan 50 soatgacha ANC funksiyasi o'chiq holatda ishlashi mumkin. Og'irligiga keladigan bo'lsak, 254 grammni tashkil qiladi. Texnik xarakteristikani infografikada ko'rishingiz mumkin. Sony XM6 korpus buklanadi va ixcham holatga keladi. Ulanish tizimi Bluetooth 5.3 va albatta 3.5 mm kabel bilan ham ulanadi. Dinamiklari 30 mm. Chastota javobi 4 Hz dan 40 000 Hz gacha. Tovush sezgirligi 103 dB. Mikrofonlarga keladigan bo'lsak, XM6 modeli 12 ta mikrofon bilan jihozlangan. Zaryadlash porti USB Type-C. Qo'shimcha funksiyalari bu multipoint, Play Audio va 360 Reality Audiodir. Va oxirgi obzordagi naushnikimiz bu AirPods Max modeli. Uning dizayni Apple uchun juda ham ideal va uning an'analarga juda ham mosdir. Keling uni ochib ko'ramiz. AirPods Max'ning eng kuchli funksiyalaridan biri bu uning ANC funksiyasidir, ya'ni shovqinni o'chirib berish funksiyasi. Uning yana afzalliklariga keladigan bo'lsak, bu uning Apple'dan integratsiya sistemasi, ya'ni sizda boshqa Apple produksiyalari bo'lsa, siz ularni muammosiz ulashingiz mumkin bo'ladi. Keling uni texnik xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. AirPods Max naushniki yumshoq podushkalar bilan jihozlangan. ANC, Special Audio va dinamik bosh harakati kuzatish funksiyalari mavjud. Bluetooth 5.0 tizimida ulanadi. Bitta zaryadda 20 soatgacha musiqa tinglashingiz mumkin. Mikrofonlarga keladigan bo'lsak, 8 ta aktiv shovqin uchun va 3 ta ovoz eshitish uchundir. Obzorlarimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kommentariyada izohlaringizni qoldiring va videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun uni saqlab qo'ying. Ko'rishguncha xayr.